Ota-onamni, yaqinlarimni 2026-yilda Umra safariga jo'natmoqchiman sizlarda. Narxlar qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun bugun Xudo xolasa Hikmat Travel litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniyaga yetib kelganmiz. Abdug'ofur akani oldilarida yana ofisda biz Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib bugungi ma'lumotlar olib berishga harakat qilamiz. Yangi reyslarimiz qo'yildi Toshkentdan deyishyapti. Vodiydan yo'qmi deganlar uchun Vodiydan ham reyslarimiz bor. Videomizni oxirigacha ko'rib, like'larni bosib, bizni qo'llab-quvvatlab, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, birinchilardan bo'lib chiqarib borayotgan videolarimizni ko'rib borishlaring mumkin bo'ladi. Sizlar like'larni bosib qo'ygan bo'lsalaring Abdug'ofur akadan endi to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, obunachilarimiz uchun endi bitta yangi reyslar tushuntirib bersangiz. Vodiydan ko'pchilik so'rashyapti. Vodiyda yangi reyslar bormi aka? Xo'p bo'ladi. Vodiyda reysimiz Namangandan qoldi 5-avgustga. Aha. Buni narxini $965 qilib beramiz. Namangan Madina reysimiz. Vodiydan hozircha Namangandan qoldi xolos. 5-avgustga tezroq aloqaga chiqib, bemalol joylarni bron qilishlaringiz mumkin. Demak, ko'pchilik ketyapti, Xudo xolasa. Joylarimiz tez to'lib qolyapti. Aha, Xudo xolasa. Endi Toshkentdan boraman deydiganlar uchun Toshkentdan reyslarimiz 1-avgust va 3-avgust kunlari Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. 5-6-avgust kuni Toshkent Madina reyslarimiz bor. Buni narxini $895 qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib joylarni bron qilsalaring bo'laveradi. Endi sharoit qanaqa deydigan obunachilarimiz uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200-300 metr gastitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gastitsamiz bo'sh bo'lsa o'sha yerga tushasizlar Xudo xolasa. Bundan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi inshaalloh. Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, bundan tashqari 50 boshimiz iloji boricha aeroportdan birga borib, birga kelishadi. Agar birga borishmasa, yo'l boshchi olib ketadi. Aeroportda kutib olishadi. Madinaga borsa, Madinada kutib olishadi. Jiddaga borsa, Jiddada kutib olishadi. Keyin qolgan bilmagan narsalarni o'rgatishadi 50 boshlarimiz. Xo'p, bundan tashqari firma tomonidan kamsiz so'mka bejik beriladi va qaytilayotganda 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida qo'shib beriladi, Xudo xolasa. Zo'r, Xudo xolasa. Xo'p, ofislaring qayerda, to'lovlarni qayerga boramiz, to'laymiz deydiganlar uchun agar ofisimizga kelib to'lamoqchi bo'lsalaring, Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor ofislarimiz. Bemalol kelib, rasmiy kassalarimizga to'lovlarni qilib, joylarni bron qilib ketsalaring bo'laveradi. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun mana shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. O'z joylarini bron qilishlaring mumkin. Qanday qilib bron qilinadi onlayn deydiganlar uchun telefon qilsalaring o'zimiz chiroyli qilib tushuntiramiz, Xudo xolasa. Pasportlaringni tashlaysizlar, aeroportga borganda hisob-kitob qilib ketaverasizlar, Xudo xolasa. Zo'r, qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol uyalmasdan telefon qilaverasizlar, Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Abdug'ofur akaning o'zlarining nomerlarini qo'yyapmiz. Bemalol Telegram orqali ham aloqa qilsalaring bo'ladi, WhatsApp orqali ham aloqa qilsalaring, oddiy telefon orqali o'zlaringga qaysi biri qulay bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilsalaring bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, Umra safariga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'yasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, birinchilardan bo'lib kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Yangi chiqarayotgan videolarimizni sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha